mavzuni tortadi deydi. Qarang, yaqinda mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarimizni birinchi o'qishda tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni bozorini tartibga solish bo'yicha qonunni ko'rib chiqdilar va bir ovozdan ma'qulladilar. Bu meni xavotirga soldi. Nimaga? Bu kabi mana biz talab qo'yganmiz. Demak, ma'lumotlaringni O'zbekistonda saqlaysan, kafolatlarni berasan boshqa. Lekin biz hozir men 1 soatdan ortiq mashqni muhokama qildik-da. Odamlarimizni bankda 1 yil nima qilaman kutdi. Mana shu haligi u yoki bu tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga o'zim qo'yaman-da. 1 soatda yo boyib ketadi, yo parakanda bo'lib ketadi. Lekin buni ijtimoiy xavflari ham bor-da. Men nazarimda bugun biz bunga qanaqadir yo yosh chegara, qat'iy yosh chegara yoki bo'lmasam haqiqatdan o'shalar agar O'zbekistonni aholisini boyitishga kelayotgan bo'lsa, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Lekin birinchi navbatda xalqimizni ongini boyitishimiz kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan, xalqimiz ilmdan boy bo'lishini biz yetkazishimiz kerak. 1 sekundda boyigan odam 1,5 sekundda kambag'al bo'lish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun men mana paytdan foydalanib, mana shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi vakili o'tiribdi, iltimos qilib qolaman. 100 dan 150 ga yaqin adashmasam, deputatlarimiz bor. Baraka topishsin. Ishlayapsiz, ishlamayapsizlar emas, iltimos bu qonunni yana bitta orqadan qaytarib bir ko'rib chiqinglar. Mana men xavotirdaman-da shu masalada. Men bitta emas, 37 million aholining xavotiri bor-da bu yerda. Biz farzandlarimizni kafolat yo'qda, ertaga 37 millionta odamning hamma farzandi bu bilan shug'ullanmaydi. Mayli, boy bo'lish bir tomondan yaxshidir, lekin aqliy boyligimiz muhim deb o'ylayman-da. O'shaning uchun har tomonlama pishig'ini o'ylab, hamma kamchiligi, hamma manfaatini o'ylagan holda qabul qilinsa, barcha inson sizdan rozi bo'ladi.